ilohim mana shu ota-onangiz kabi bir umrga baxtli hayot kechiringlar. Baxtingizni ko'rib doim ota-onangiz o'g'li faxrlanib yursinlar. Yetakdagi kabi biringiz shahzoda bo'ling, biringiz malaka bo'ling. Ilohim murod maqsadingizga erishinglar deyman. Endi esa ozgina fotosessiya qilamiz, keling bilan birgalikda. Mana shu yerqalaringizga yigirma boshingiz hech qachon hammalardan yilmasin baxtli bo'linglar deymiz. Hayotda ishlik kabi shirin sholab kabi jo'shqin bo'lsa, lekin ancha bo'lmasin. Ozgina fotosessiya qilamiz, ha? Esdalik uchun baxtli bo'linglar. Bir umrlik esdalik. Men davramizga va sahnamizga san'atkorlarni taklif qilar ekanman. Kechamiz Oqshovoz kesalada san'atkori, yurtimizning suyukli farzandi kechamizni yulduzli san'atkori Botirxonni davramizga taklif qilaman. Bugun jamoasi bilan bugun xizmatimiz boshladi. Aziz mehmonlarga bir xush kelibsiz deymiz. Yoshlarimizga baxt yo'llab, davramiz markaziga chorlayman. Keling-kelinlarimiz, marhamat keling-kelinlarimiz, Sariqanjayib qo'shiqlarimiz, ras qo'shiqlarimiz yo'lida. Sariqan, Botirxon keldi, marhamat. Yana bir bor assalomu alaykum deymiz hurmatli mehmonlar. Bugungi oqshom bugungi to'ylar muborak bo'lsin. Alisher aka to'ylar muborak bo'lsin.